2026 yil uchun asosiy ekinlar vegetatsiyasi davri boshlanishi oldidan dolzarb 40 kunlik tadbirlar doirasida zang kasalliklarga qarshi kurashish dala cheti madaniyati mavzusida Baxmal tumanida amaliy seminar tashkil etildi. Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan tadbirda soha xodimlari, hududdagi agrar subyektlar, fermer xo'jaliklari mas'ullari ishtirok etishdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligini oshirish va sifatini yaxshilash maqsadida tashkil etilgan seminarda ekinlarda uchraydigan zang kasalligining oldini olish, erta aniqlash hamda samarali kurashish usullari bo'yicha tushunchalar berildi. Shuningdek, zamonaviy himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Seminar davomida fermerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob olib, amaliy tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Zang kasalligining zarari g'allada juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Bitta sporada 20 milliontacha bo'ladi. Bu 1000 kilometrgacha cho'zilib ketadi agar bir shamol bo'lsa. Shuning uchun zang kasalligiga qarshi ruxsat etilgan preparatlardan foydalanib, o'shalarni o'z vaqtida ishlov berib, profilaktika ustida ham ishlov berish kerak. Sababi oldindan ishlov berib profilaktika qilinsa, zang kasalligi paydo bo'lmaydi. Zang kasalligi qachon paydo bo'ladi? Namgarchilik kuchli bo'lgan paytlarda, havo harorati 20 gradusgacha bo'lgan paytda kuchli paydo bo'ladi. Uning yo'q bo'lishi 25-30 gradus issiqda zang kasalligi qotadi. Dolzarb 40 kunlik tadbiri doirasidagi keyingi amaliy ko'rgazma dala cheti madaniyatiga taalluqli bo'ldi. Respublika fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi, o'simliklarni himoya qilish va karantin inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan seminarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi tegishli qarori ijrosini ta'minlash asosiy maqsad ekanligi atroflicha tushuntirib berildi. Jumladan, viloyatimiz bo'yicha bahorgi ko'chat ekish mavsumida mavjud dala chetlariga jami 40 ming tup mevali va manzarali ko'chat ekish tadbirlari izchil davom ettiriladi. Bundan tashqari, dala chetlaridagi bo'sh yotgan maydonlardan unumli foydalanish maqsadida bog' va tokzorlar orasiga 90 bosti piyoz hamda sarimsoq piyoz ekish ishlari yo'lga qo'yilgan. Mana bugun Baxmal, G'allaorol tumanlari fermer xo'jaliklari, tadbirkorlarga, yer egalariga ushbu seminarda ko'zlangan maqsad mana shu qishloq xo'jaligida ishga solinmagan imkoniyatlardan keng foydalangan holda har bir fermer xo'jaligi, har bir yer egasining dalasini chetidan foydalanmagan qismiga mevali daraxtlar, ko'chatlar ekish bo'yicha targ'ibot ishlarini yuritish maqsadida mana shu seminar tashkil qilindi. Bunda fermer xo'jaliklariga, yer egalariga o'sha mevali ko'chatlarda ekishda samarali foydalanish, undan kelajakdagi kutilayotgan daromadlari, undan olinayotgan hosillardan mana shu ichki bozorlarimizni arzon mahsulotlar bilan to'ldirish maqsad qilinganligi tushuntirildi. Aytish kerak, O'simliklar karantini va himoyasi agentligining mas'ulligida olib borilayotgan bahorgi yer kovlash ishlari davomida hosildorlikni saqlash va ekinlarni ishonchli himoya qilish maqsadida fermer xo'jaliklarida dala o'rganishlari amalga oshirildi. Bunda muayyan maydondagi qishlovga ketgan zararkunandalarning soni, turi, qishlovdan chiqish holati, xavf darajasi baholandi. Shuningdek, zararkunandalarning qaysi chuqurlikda va qanday holatda qishlagani aniqlanib, ularning omon qolish imkoniyati tahlil qilindi. O'rganish davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi.